Hammaga xayrli kun do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlarga zo'r yangi bir xabarimiz va yomon bir xabarimiz bor. Yangi xabarimiz shundaki, Dilimiding organizatorlari menga telefon qildi, Faxriddin aka. Reverim showda siz ishtirokchisiga aylangan ekansiz. Videongiz top 100 talikka kirgan ekan. Texnik nosozlik tufayli sizdan uzr so'raymiz. Iloji bo'lsa soat 8 ga yetib kela olasizmi dedi. Yomon tarafi Ular Toshkentga azonga reys yo'q ekan. 9:45 dan 11:05 gacha bor ekan. U vaqtda уже o'yin boshlanib, bir-ikki shartlari tamom bo'ladi уже boraman degancha. Shuning uchun bora olmay qoldim. Lekin Amudoredan Ruslan akamiz qatnashyapti. Xudo xolasa men borib, Ruslan akamizga omad tilab qolamiz. Keyingi safar Xudo xolasa albatta sizlarning podishkangiz bilan, ko'magingiz bilan, qo'llab turishingiz bilan yana tag'in Reverim showda ishtirokchiga aylanamiz. Videoni Reverim showda qatnasha olmay qolgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Bizlarni kuzatishda davom eting. Eng zo'r, sara yangi videolar, yangi xabarlar bizlarning kanalda bo'ladi. Hammaga rahmat.